Aka shuni oling. Shukr, ishlarim rosa yaxshi. Sani o'zing oilang ham bor. Shunda siz oilam emasmisiz? Uka, bu bolalaring rizqi. Men rahmatli adamning gaplarini eslasangiz, telefon qilarsiz. Foydam deymasa ukamasman. Men dard chekdim bilamassan. Oilam yig'ilsin. Mashi chaqa bilan aldab ketdimi? Onasi Qo'sha kompaniyalari bor. Pul oqib keladi. Bitta akasiga shpulli beradimi? Pas. Uka degan ham shunaqa bo'ladimi? aka deganichi? Ha? Na kontraktni to'la oldim, na to'yga yordam qila oldim. Siz majburmasiz. Amakim ketdilarmi? Amaki dema o'shani. Maktab bozorga chiqamizmi? Qatdan chiqamiz. Qatdan. Amakim bergan pul shimiltiriqqa ham yetmaydi. Ada. Ertaga oyligim chiqadi. Maktabga bozorlik qilamiz, a? Qo'ying. Men o'tiradigan birinchi o'tiraman. Men birinchi. Foydam deymasa ukamasman. Hozir. Assalomu alaykum. Keling doston. Jiyanlarim uydami? Qatta bo'lardi boshqa. Maktabga bozorlik qila olmay o'tiribmiz. Buni jiyanlarimga olib keldim. Mehringizni kattaligini qarang. Keyin hozir sharoitlarni bilaman, lekin meni ham to'g'ri tushuning. Biznes degani shunaqa, sekin-sekinde hali zo'r bo'lib ketamiz. Zo'r bo'lib ketasiz. Biz emas. Yo'q. Biz. Akam meni jigarim. Meni bizneslarimda akamni ham, sizni ham, jiyanlarimni ham rizqi bor kenayi. Shumi jiyanlaringiz rizqi? Hozircha shu. Unda men sizni tushundim. Aka, adamning gaplarini esladingizmi? Yaratgan egam rizq berganda oilaga beradi. Pulni kim topayotganini farqi yo'q. U pulda butun oilani rizqi bo'ladi. Men katta o'g'ilman, demak ukam bilan bo'lishishim kerakmi? Sen ko'proq pul topsang, ukang bilan bo'lishasan. Ukang ko'proq pul topsa, sen bilan bo'lishadi. Ana shu yaratgan bergan rizqni qizg'onmasdan bo'lishish deyiladi. Men kichkinaman, pul topolmayman. Meni kim boqadi? Ukam, seni o'zim boqaman. Unda Xudoyim, meni ham rizqimni sizga bersin aka. Hech qachon rizqing demang. Rizqimiz deng. To'g'ri, katta bo'lib alohida yashayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin umrimizning oxirigacha yaratganni o'zi rizqimizni bog'lagan aka. Amaki, buning ichidagi qani? Cho'ko'krim bizning rizqimiz emasmidi? Mana, butuni bu yoqda-yu.